BMW yoki Mercedes-Benz? Qaysi biri kuchli? BMW, not BMW, Bayerische Motorenwerke. Instagramda yoki hayotda juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladi. Kimdir Mercedes-Benz'ning muxlisi, kimdir BMW'ning muxlisi. Lekin shu ikkita mashina modeli ham bitta davlatda ishlab chiqariladi, ya'ni Germaniya davlatida. Hozir men Germaniyadagi Mercedes-Benz avtosaloni yonidaman. Bugun sizlarga shu mashinaning xarakteristikasi va narxi haqida ma'lumot bermoqchiman. Mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Modelini ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 60 ming yevro, dollarda 67 ming, 68 ming dollar atrofida. Agar ushbu videoni avtoblogerlar yoki avtomobilga tushunadigan odamlar ko'radigan bo'lsa, shu mashinani O'zbekistonda narxi qancha yoki shu mashinani O'zbekistonga jo'natadigan bo'lsak, necha pul rastamoshga to'lash kerak? Kommentariyada yozib keting. Siz BMW'ning muxlisi bo'lsangiz, kommentariyada yurakcha qoldiring. Agar Mercedes-Benz fanati bo'ladigan bo'lsangiz, kommentariyada olovcha qoldiring. Agar BMW muxlislari ko'p bo'ladigan bo'lsa, keyingi safar BMW avtosaloniga borib video qilamiz. Videoga like bosishdan chiqmasin va Mercedes-Benz fanati bo'lgan o'rtoqlaringizga videoni yuborib qo'ying.